الحديث الأول. Birinchi hadis. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Alloh taolo azaldan bor bo'lgan, Allohdan oldin biror narsa bo'lmagan va Allohning arshi suv ustida bo'lgan. Alloh taolo Lavhul Mahfuzga barcha bo'lajak narsalarni yozib qo'yib, osmonlar va yerni yaratgan. Rasulullohning bu hadisni aytishlariga bir hodisa sabab bo'lgan. Yaman ahli Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelishgan va bu olamni boshlanishi haqida, ya'ni biz yashab guvoh bo'lib turgan yer va osmonlar qanday paydo bo'lgani haqida so'rashgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga Alloh taolo azaldan bor bo'lgan, Allohdan oldin biror narsa bo'lmagan deb javob berganlar. Ya'ni Alloh taolo azaldan bor bo'lgan azaliy zot. Allohdan oldin biror narsa bo'lmagan. Mahluqotlar avvalda bo'lmay keyin paydo bo'lgan. Har bir mahluqotning boshlang'ich nuqtasi bor. Alloh taolo mahluqotlarga o'xshashdan pok. Allohning boshlanish nuqtasi yo'q, balki u avvaldan bor bo'lgan abadiy, azaliy zotdir. Shuningdek, Alloh taoloning nihoyasi ham yo'q. Alloh taolo abadiy, doimiy, tirik bo'lgan, o'lmaydigan zotdir. Yuqorida aytilgan Alloh taolo azaldan bor bo'lgan, Allohdan oldin biror narsa bo'lmagan hadisining ma'nosida yana boshqa hadislar vorid bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Allohim, sen avval bo'lgan zotsan, sendan avval hech narsa bo'lmagan. Allohim, sen avval bo'lgan zotsan degan so'zlarning ma'nosi Allohdan boshqa barcha narsa avvalda bo'lmagan, balki keyin paydo bo'lgan. Alloh taolo barcha mahluqotlarni o'z vaqtida yaratgan. Mana shuning o'zi ham Allohga ko'p shukr qilishga undovchidir. Sen avval yo'q eding, hozir borsan. Hozir bor bo'lganing uchun ham Allohga shukr qil. Alloh seni yo'qdan bor qildi. Alloh seni yaratmaganida hozir yo'q bo'lar eding. Yemayotgan, ichmayotgan, bu dunyoda yashamayotgan, fikr qilmayotgan bo'lar eding. Hozirda bor bo'lganing uchun ham Allohga ko'p shukr qilishing kerak. Yuqoridagi hadisning davomida shunday deyilgan: Alloh taolo azaldan bor bo'lgan, Allohdan oldin biror narsa bo'lmagan, uning arshi suv ustida bo'lgan va Alloh taolo osmonlar va yerni yaratgan. Bu hadis shunga dalolat qiladiki, arsh osmonlar va yerdan oldin yaratilgan bo'lgan. Bu haqida Qur'onda ham oyat bor. Alloh taolo aytadi: "Va Alloh sizlarning qaysi biringiz yaxshiroq amal qilishingizni imtihon qilish uchun osmonlar va yerni 6 kunda yaratgan zotdir. Undan oldin uning arshi suv ustida bo'lgan." Alloh taolo osmonlar va yerni yaratishidan oldin arshni va suvni yaratib qo'ygan edi. Allohning arshi suv ustida, Alloh taolo arsh ustida bo'lgan. Alloh taolo barcha narsani yaratuvchi bo'lgan zot. Allohning yaratuvchiligi uning barcha narsaga qodir ekaniga va birortasiga muhtoj emasligiga dalolat qiluvchidir. Alloh taolo aytadi: "Barcha mavjudotni yaratuvchi bo'lgan Alloh taolo yaratishga qodir bo'lmagan mahluqotlar kabi bo'lurmi? Ey kofir mushriklar, ozgina o'ylamaysizlarmi?" Yuqoridagi hadisda Alloh taolo Lavhul Mahfuzga barcha bo'lajak narsalarni yozib qo'ydi va osmonlar va yerni yaratdi deb aytildi. Bu yerdan maqsad Alloh taolo qalamga buyruq qilgan va qalam barcha bo'lajak narsalarni Lavhul Mahfuzga yozib qo'ygan. Alloh taolo qiyomatgacha nimani yaratishni iroda qilgan bo'lsa, qalam mana shularning hammasini yozib qo'ygan. Termiziy rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda Alloh taolo qalamni avval yaratgan vaqtda unga yozgin deb aytdi. Qalam nimani yozay deb so'radi. Alloh taolo qalamga qadarni yozgin, doim bo'ladigan, ya'ni qiyomatgacha davom etadigan barcha narsani yozgin deb buyruq qildi. Arsh avval yaratilganmi yoki qalammi? Arsh qalamdan avval yaratilgan. Yuqoridagi hadisda qalamni avval yaratgan vaqtda deb aytildi. Bu yerda maqsad Alloh taolo qalamni yaratgan zahoti unga yozgin deb aytgan va shu vaqtda qalam qiyomatgacha sodir bo'ladigan narsalarni yozishni boshlagan. Bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilganlar. Demak, bu olamga, osmonlar va yerga nisbatan qalam avval yaratilgan va qalam yaratilgan vaqtda arsh mavjud bo'lgan. Arsh qalamdan avval yaratilgan bo'lgan. Alloh taolo aytganidek, "Va Alloh osmonlar va yerni 6 kunda yaratgan zotdir. Bundan oldin uning arshi suv ustida edi." Mahluqotlarning taqdirini Alloh taolo azaldan bilgan. Alloh iroda qilgan barcha narsalar, mavjudotlarning taqdiri, bular hammasi azaldan Allohga ma'lum bo'lgan. Lekin bu narsalar, mahluqotlarning taqdiri Alloh taolo qalamni yaratganidan keyin Lavhul Mahfuzga yozib qo'yilgan. Buning farqini bilib olinglar. Ya'ni Alloh barcha narsani azaldan bilgan, ammo taqdir yozib qo'yilishi qalam yaralganidan keyin bo'lgan. Alloh taolo osmonlar va yerni yaratishdan 50 ming yil oldin barcha mahluqotlarning taqdirini yozib qo'ygan.